Siz o'z farzandingizni boy, muvaffaqiyatli, o'ziga ishongan va sog'lom bo'lib voyaga yetishini xohlaysiz, to'g'rimi? O'ylab ko'ring, siz bunga qanday bugun yordam beryapsiz? To'g'ri tarbiya beraman deb qanotlarini qayirib qo'ymayapsizmi? To'g'ri tarbiya beraman deb ko'p cheklovlar ostida o'stirmayapsizmi? Men Alima Aybekovaman va bugun siz bilan muvaffaqiyatli farzandlarni voyaga yetkazish sirlari bilan bo'lishaman. Alima, sen o'zi kimsan? Psixologmisan, pedagogmisan? Bu ma'lumot bilan bo'lishgani deyishingiz mumkin. Men o'zi asli 5 farzandlik oilada katta bo'lganman. Oilada ikkinchi farzandman. O'zim 3 ta farzandim bor. Hozirgi kunda 10 mingdan oshiq ayollarga daromadini ko'paytirishga yordam berganman. O'z vaqtida kichkina bolalar uchun o'quv markazim bo'lgan. 3 ta xalqaro diplom egasiman. Qanday qilib siz o'z farzandingizni to'g'ri tarbiya qilib, ertaga lider, boy qilib tarbiya qilishingiz mumkin? Ushbu darsni oxirigacha tomosha qiling va bilib oling. Xo'sh, muvaffaqiyatli inson bo'lib tarbiyaga, voyaga yetish uchun birinchi o'rinda o'zingiz namuna bo'lishingiz kerak. Farzandlar siz gapirgan gapni emas, siz qilgan qiliqni qilishadi. Shuning uchun agarda farzandingiz boy, muvaffaqiyatli, o'qiydigan bo'lishini xohlasangiz, birinchi o'rinda o'zingiz hozir bugundan boshlab muvaffaqiyatli inson bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Shunda siz chiroyli namuna qilib bersangiz, farzand uyida ko'rganini qiladi. Oyim kitob o'qirdi, oyim har kun ishga borar edi deb va har kuni sportga adam chiqardi deb ertaga voyaga yetganda sizni qilgan ishingizni qiladi. Har bitta insonda transformatsion krizisni yillari bo'ladi. Krizisni yillarida insonlar yaqin insonlarni yo'qotishadi, oilasini yo'qotishadi yoki katta-katta pullarni yo'qotishadi. Siz o'sha krizisning momentda chiroyli yashab bersangiz, depressiyaga tushmasdan farzandlaringiz o'shani ko'radi. Agar siz har kuni sportga borsangiz, farzandlaringiz uni ko'rib katta bo'ladi. Agar siz biznesingizda davlatdan, siz xodimlaringizdan, mijozlardan ayb qidirmasdan, aybni o'zingizdan qidirib, mehnatkashlikni ko'rsatib bersangiz, farzandlaringiz har doim gapirgan emas, qilgan qilig'ingizni qiladi. Shuning uchun men ko'p holatlarda kursimga uy bekalari kelib, "Erim yaxshi pul topadi-ku, nimaga menga bu kerak?" deganda, bizni eng katta boyligimiz farzandlarga o'zimizdan keyin qoldiradigan bu tajriba va chiroyli hurmatga ega nom. Siz shu insonni farzandimisiz deb ertaga hurmat qoldirishimiz kerak va biz o'zimiz tajribamizni qoldirishimiz kerak. To'g'ri, zo'r, muvaffaqiyatli insonlar qanday bo'ladi? Muvaffaqiyatli insonlar yangilikdan qo'rqmaydi. Yangi joydan, yangi ishdan, yangi ovqatdan, yangi insonlardan qo'rqmaydigan, yangiliklarga tayyor turgan inson u muvaffaqiyatli inson bo'la oladi. Demak, biz farzandlarimizni yoshligidan yangiliklarga o'rgatishimiz kerak. Agar yangiliklarni sayohatlarda ham o'rgansa bo'ladi, chunki u yerda yangi madaniyat, yangi davlat, yangi shahar, yangi odamlar bo'ladi. Lekin sayohatga pulingiz bo'lmasa, farzandingizni maktabini har 2 yilda almashtiring. Har 2 yilda almashtirsa, maktabini yangi o'qituvchilar, yangi o'quvchilar, yangi do'stlar, yangi sharoitga ko'nikishni boshlaydi. Har 2-3 yilda farzandingizni maktabini almashtirsangiz, farzandingiz yangiliklardan qo'rqmaydi. Ertaga o'zi o'rganib qolgan sohadan yoki ishxonadan ketishga majbur bo'lsa, u bemalol yangi joyda ham o'z yo'lini topib ketishiga ishonadi. Tayyor tursin farzandingiz yangiliklarga, yangiliklardan qo'rqmasin. Agarda pulingiz bo'lsa, faqat o'zingiz sayohat qilmasdan farzandlaringizni ham oling. Misol uchun, men farzandlarim 1 yilda Gruziyani ko'rsatdim, Xitoyni ko'rsatdim, Balini ko'rsatdim. Gruziya va Balidan 3 tadan shaharlarni almashtirdik. Xitoyda ham 5 ta shaharga bordik va o'zim Habib 7 yashar o'g'lim ham, 13 yashar qizim ham har doim oldimda bo'ldi va katta o'g'lim ham, 16 yashar Fayzulloh ham oldimda bo'ldi va ko'rishdi qanchalik sayohatda ham qiyinchiliklar, ovqatda qiyinchiliklar borligini, eng asosiysi yangi madaniyatni o'rgandilar. 3-o'rinda farzandlarga nima o'rgatish kerak? Albatta mehnatni. Mani qo'limda har xil qizlar ishlaydi. Bittasi ozgina ishlab charchab qoladi. Bitta mobilograf qiz keldi meni oldimga, Aziza degan qiz. Ishonasizmi, tug'ilgan kunimgacha, tug'ilgan kunim vaqtida bir kunda 6 soatlab mobilograflik qilib yurdi. Men u qizni mehnatkashligiga hayron qoldim. Aziza, siz bukilib nechta video oldingiz? 2 haftadan beri nech soatli eshikni supurib katta bo'lgansiz desam, Alima opa qayerdan bildingiz? Haqiqatda 10 soatlik hovlida katta bo'lganman va har kuni supurishimga to'g'ri kelgan dedi. Aqliy va jismoniy mehnat insonni chiniqtiradi. Eng zo'r oyliklar professionallarda.
Professional bo'lishingiz uchun siz o'z sohangizga juda katta vaqt ajratishingiz kerak. Ommadan ko'ra ko'proq vaqt ajratishingiz kerak. Har bitta agarda siz farzandingiz o'z sohasida professional bo'lishini xohlasangiz, unga o'z yo'nalishiga ko'proq vaqt ajratishni o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, u faqat mehnat orqali, sabr orqali. Agarda o'tirib bitta she'r yodlay olsa, yangi tilni o'zlashtira olsa, pianinoni o'zlashtira olsa, agarda o'tirib qunt bilan bitta yo'nalishni o'rgana olsa, u inson ertaga muvaffaqiyatli bo'la oladi. Chunki o'zini sohasiga ko'proq vaqt ajrata oladi. Hozir telefon bor. Hamma farzandlari hozir telefonga yopishib qolgan. Ko'p oilalarda uyda yordamchilari bor, kir mashinalar bor, hatmani ham uyimda bog'bongacha bor. Lekin farzandingizni haqiqatda mehnatga va bir sohani oxirigacha olib borishga, yalqovlikni yengishga sport yordam beradi. Har bitta ota-onaga farzandini birorta sportga olib borishga va jismonan aktiv qilishga men undayman. Ko'pchilik o'ylaydi, koptok tepib yuraverasanmi tashqarida deydi. Hattoki bitta futbol ham jamoaviy ishlashni, yangi o'rtoqlar olishni va maqsad qo'yib maqsadga erishishni o'rgatadi. Farzandingiz telefonda, uyda, konditsionerda o'tirgandan ko'ra tashqarida futbol o'ynashi tarafdoriman men. Chunki bolani terlaganda miyasi ham yaxshi ishlaydi va sog'lom fikrlar paydo bo'lishni boshlaydi. Meni sizga eng katta maslahatim, farzandingizga sabrni, mehnatni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda uy ishlariga jalb qiling, ikkinchi o'rinda sportga. Mana o'zim farzandlarimda qo'llaydigan yana bitta maslahat bu kitob o'qish. Nima uchun kitob o'qish muhim? Inson zotiga faqat maktabda uyga vazifa berilsa, universitetda uyga vazifa berilsa emas, biz farzandlarimizga sen bir umr bilim olishing kerak degan tarbiyani berishimiz kerak. Inson zoti faqat universitetda, maktabda cheklanib qolmaydi. U har yili miyasiga nagruzka berib rivojlanishi shart. Kichkina kurslarda bo'ladimi, kitoblarda bo'ladimi, biz o'z farzandlarimizga yangi ma'lumotni qayerdan olishni va u qanchalik yangi ma'lumot ularni miyasiga kirish muhimligini va foydaliligini gapirib aytib o'tishimiz kerak. Shunda agarda biz farzandimizga foydali ma'lumotlarni o'zi qidirib topishni o'rgatsak va u muhimligini o'rgatsak, biz farzandlarimiz har doim o'zlari ma'lumotni qidirishni va ingliz tilida lifetime learning bor, bir umr bilim olish kerakligini aniqlab, bir umr bilim olish kerakligini bilib olishadilar. Men o'zim hayotimni qo'llaydigan tarbiya bu diniy tarbiya ham. Chunki inson zotida har doim sinovli yillar bo'ladi, sinovli kunlar bo'ladi. Ishdan quruq qolishi mumkin, oilasidan, yaqinlaridan yoki pul ketishi mumkin. Shunda ko'pchilik ichkilikka va narkomaniyaga berilib, yanada ko'proq yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Eng asosiy tarbiyalardan biri bu Alloh bilan bog'lanish, namoz o'qish va Allohdan so'rash. Umidni insonlardan emas, balki Allohdan kutishni o'rgatish. Chunki har bitta inson boshida sinovli kunlar bor. Shuning uchun agarda Alloh bilan yoshligidan bog'lanib, u bilan so'rashni, u bilan gaplashishni, ibodat qilishni o'rgatsangiz, ertaga farzandingiz o'rtoqlaridan e'tibor kutmaydi, ertaga farzandingiz insonlardan kutmaydi. U har doim yomon, yaxshi kunlarida Yaratgandan so'rashni biladi va insonda o'zi sinovli kunlarida, menimcha har bitta ota-ona farzandini sinovli kunlaridan chiroyli o'tib olishni o'rgatish kerak. Sinovli kunlarda albatta bu din, Alloh bilan yaxshi aloqalar, jismoniy aktiv bo'lish, sport bilan shug'ullanish va o'zi yana bilim olib, o'z yo'nalishini topib ketishi, oila ham. Insonlar bilan to'g'ri aloqalar o'rnatishni ham albatta ota-ona o'rgatadi. Eng oxirgilardan biri siz insonlar bilan qanday aloqa o'rnatishni o'rgatishingiz kerak farzandingizga. Men hatto 16 yoshar o'g'limga o'tib keyin aytdim, "Qizing bormi?" dedim. "Yo'q, men faqat o'qiyapman" dedi. "Qizing bitta qiz top, gaplashib ko'r" deb hatto unga shunaqa men uyga vazifa berdim. Chunki men hozir qiz topsa, qiz topdim, mana bunaqa dedi desa, men bilan qizini gapirib aytib beradigan bo'lsa, ertaga mendan boshqa siri bo'lmaydi. O'rtoqlaridanmi, ishidanmi, haqiqatda insonlar bilan gaplashishni, mabodo birortasi bilan urushib qolish, qanday yarashishni ham menimcha ota-ona o'rgatish kerak va o'zi chiroyli namuna bo'lishi kerak. O'zini qarindoshlari bilan chiroyli aloqalar o'rnatib,
Chunki sinovli vaqtlarda biz oldimizda har doim eng yaqin oilamiz bo'ladi va oilasiga yaqinroq bo'lgan insonlar depressiyadan tezroq chiqib ketadi. Uni yoshligimizda o'rgatishimiz kerak. Agarda o'spirin qizingiz bo'lsa, yigiting bormi yoki qizing bormi deb, qizing yo'q bo'lsa, yigiting bo'lsa, yo'q bo'lsa top deyishni ham men sizga maslahat beraman. Chunki ertaga topilgan, topilmagan, oldida kim borligini siz kontrol qila olasiz. Mabodo urishib qo'ysang, men o'rgataman yarashni ham desangiz bo'ladi. Men shu gaplar orqali 16 yashar o'spirin o'g'lim bilan yaxshi aloqalar o'rnata oldim. Chunki bir umrga farzandlaringiz bilan kelajakdagi bo'ladigan aloqalaringizni sifati o'spirin yoshida belgilanadi. Agarda hozir ular o'spirinlik vaqtida sizdan narsalarni berkitishni boshlasa, bir umrga u aloqalar yo'qoladi. O'spirinlik vaqtida nozik tema shu. To'g'ri aloqalar o'rnatish temasi. Birinchi aloqa birortasini topganini, gaplashayotganini biladigan bo'lsangiz, bir umr siz bilan ochiqchasiga gaplashishni boshlaydi farzandingiz. Xo'sh, agarda siz rivojlansangiz, siz o'zingiz namuna bo'lsangiz, farzandingizni sportga bersangiz, farzandingizga albatta diniy bilim bersangiz va inson zoti bir umr bilim olishi kerakligini miyasiga uqtirib, qayerdan to'g'ri ma'lumot qidirish mumkinligini o'rgatsangiz, sizni ertaga farzandingiz muvaffaqiyatli bo'lishiga men ishonaman. Agarda o'zingiz rivojlanmoqchi bo'lsangiz va chiroyli namuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizni sold out kursimga taklif qilaman. U yerda siz marketing va sotuv sirlarini bilib olasiz. Ushbu videoni tagida sharhlarda bergan havola orqali o'tib, o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Unutmang, bizni avlod, kelajagimiz. Men xohlardimki, nafaqat o'zingiz, balki sizni bolalaringiz ham, nevaralaringiz ham, chevaralaringiz ham muvaffaqiyatli, boy, badavlat bo'lishini xohlar edim. U esa onalarni qo'lida. To'g'ri farzand tarbiyalash va o'zini tarbiyalash. Xayr.